Darsda o'tirganimizda zerikib ketsam, bitta qilig'im bor edi meni. Allohdan bu ham ovoz chiqarardim-da. Menga qaragan odam mendan chiqayotganini bilmaydi. Domlamizni injiqroq domlamiz bor edi. Kerak emas darslar bo'ladi. Chet el tarixi degan, chet el teatr tarixi degan dars bo'layotdi. Fransiyaning teatrlarida deyapti, zerikib ketdik, o'tiribdi, nima kerak yo'q deya. Ularning mohiyatining, ularning sabohatining deyapti-da. Turib Bilinmayapti.